Aynan shuning uchun men sportni yoqtirmayman. Rimliklar nima uchun odamlarni chalg'itmoqchimisan? Ularga non va tomosha ber deb aytishganini tushunish kerak. Chunki ular juda yaxshi bilishgan. Agar odamlar och bo'lmasa va ko'ngli ochilsa, ular hech narsani so'ramaydi, o'ylamaydi ham. O'z yo'lini topishga intilmaydi, o'z hayoti haqida savol bermaydi. Zamonaviy sport ham xuddi shunday. Odamlar televizorga baqiradi, kim nechta gol urganini yodlaydi, boshqa futbolchilar ustidan bahs qiladi. Hatto begona odamning familiyasi yozilgan futbolkani kiyib yuradi. Go'yo o'z hayotini emas, boshqa bir kishining hayotini yashayotgandek. Bularning barchasi nima uchun? Chalg'itish uchun, insonni sust qilish uchun, uni zaif holatda ushlab turish uchun. Chunki hayotingizda katta ishlar bo'layotgan bo'lsa, sizda bunday tomosha uchun vaqt ham, ehtiyoj ham bo'lmaydi. Shunday ekan, doim siz tanlaysiz. O'zingizga ishonib, hayotingizni qura boshlaysizmi yoki hayot sahnasida boshqa birovga qarsak chalib, bir umr tomoshabin bo'lib qolaverasizmi? Bu o'z qo'lingizda.